Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 6-bob parchalanishning 10 cho'ng sababi. 1. Gorbachev ehtimal Markos D. Kastin yozgan Rossiya maktublari nomli kitobni o'qimagan bo'lishi mumkin. Bu kitapның күздіші чоңқыр, сәзгісі өткір болып, бұныңдың 1,5 әсір бұрынқи, яғни авторның 1839 жылдығы Россия зияраты баян қылынған. Мубада Горбачев bu kitapni o'qigan bo'lsa, Fransiyalik bu yazg'uchining o'tkir qarashlaridan cheksiz lazzatlangan bo'ladi. Kastin kitabida bo'g'ib qo'yilgan Rossiya eng oxirida so'z erkinligini asliga keltirgan vaqtda kishilar xilma-xil tashabbuslarni anglaydi, qattiq cho'chigan dunyoni tarix yana Babil Munari davriga qaytibdi deb yozgan edi. Darvaqa 80-yillarning oxiridagi Sovet ittifoqi afsonalardagi Babil Munardek bas munozaraga tushib ketgan edi. Bütün memleketning nurg'un rayonlarida degidek har bir cho'ng masalalar ustida kengri hatto yo'shirin portlash xarakterlik bas munozaralar qanot yoygan edi. Bir qism munozaralar hukumat kontrolligidagi ommaviy tashviqot vositalarida yuz berdi. Yana bir qismlar bo'lsa, amdil maydon kelgan, texi yerim maxfiy holatda turayotgan boshqacha siyosiy qarashdagilarning cheklik jurnallarida ilib berildi. Yana bir qismlar bo'lsa, keskinlik bilan ko'chalarda oshkora qarshilik ko'z tush, zo'rlik bilan e'tiroz bildirish shaklida ifodalandi. Sovet tashabbusida islohot uchun ilib berilgan bu munozaralarning doirasi va mazmuni asosligi bir qator muhim o'zaro munosabatlik bo'lgan masalalarga markazlashgan edi. Umumiy jihatdan aytganda, bu munozaralar uzun muddat azoblik bilan saqlab kelayotgan Sovet ittifoqining yuzaki birligini kuchlik vayron qilmoqda. Talash tartish qilingan har bir masalaning boshqa masala bilan munosabati bo'lib, Sovet jamiyatidagi siyosiy yoki ijtimoiy ongdagi guruhlar orasidagi munozir doirasini texmi kengaytdi. Munozirning hayvasini kuchaytdi. Jamoat munozir qilgan masalalar tövendagi 10 turga yig'inchoqlanadi. 1. Iqtisodiy islohot. 2. Jamiyat taraqqiyotidagi ishning muhim yoki muhim emasligi tartibi. 3. Siyosiyni demokratiyalashtirish. 4. Partiyaning roli. 5. Ideologiya, din va madaniyat. 6. Tarix yoki stalinizm. 7. Davlat ichidagi milliy masala. 8. Davlat ichidagilarning Afg'oniston urushiga diqqat qilishi. 9. Diplomatiya va davlat mudofaasi siyosati. 10. Sovet guruhi va dunyoviy kommunizm harakati. Iqtisodiy islohot. Gerçi iqtisodiy sohada eng konkret islohot tadbirlar qo'llanilgan bo'lsa-mu, bu tirishchanliklar davlat iqtisodiy taraqqiyotining istiqboli to'g'risidagi munozaralarni qo'zg'atdi. Iqtisodiy islohot davomida yangi kasal va koni jarohatlarning hammasi keng munozaralarda talto'kis oshkorlandi. 1988-yili 1-oyga kelganda taxminan 60% sanoat korxonasi mas'uliyat tuzumini kuchaytirishdagi yangi tuzumni yo'lga qo'ydi. Korxona o'zining ishlab chiqarish planini tuzib chiqishga mas'ul bo'lib, setib chiqarish o'rinlarini tanladi. Hatto muayyan chekda o'zlarining mollariga baho bekitdi hamda qisman foydani saqlab qoldi. Davlat yana kichik ko'lamdagi hamkorlik korxonalarining qurilishiga ruxsat qildi. Bo'libmi mulozimat xarakterli kasblarni shundoq qildi.
Ma'lumotlarga asoslanganda 1988 yilning o'ttirg'i bag'anda bu xildagi hamkorlik korxonalarining soni 13 mingga, ishchi xizmatchilar soni 300 mingga yetgan. Davlat yana shaharlarni yezi egilik mahsulotlari bilan ta'minlashni oshirish uchun kollektiv egidorchiligidagi bog' etizlarni shaxslarga ijaraga berishga ruxsat qildi. Gorbachev yana intayin yüksek plan üçün tüzüm islatını yenimi çoğunqurlaştırıp, artıqçı bürokrat orunlar ve oşuq xizmet orunlarını bekar qılmaqçı boldu. O, ən işinadigan iqtisodşünas Abil Agambegiyanның mölçerice artıqçı xizmet orunu 16 milyonga yetken. Sovet İttifaqının iqtisadi tüzülmesi yüksek dərəcədə mərkəzləşkənlikdən kəsblərdə qollunilgan tədbirlər köp degəndə çəklik başlanış idi. Gorbachevning islohoti hech bo'lmaganda vaqtincha Sovet İttifaqı iqtisodidagi eng oxirgi tarmoq kollektivlashgan yezi egiligi tuzilmasiga cheqilmagan edi. Lekin bu tarmoqning o'zila davlatning iqtisodiy taraqqiyot istiqboliga to'sqinlik qilishi mumkin edi hamda eng dastlabki islohot haqiqatan qalaymaqonchilik paydo qildi. Haqiqat gazetining 1987 yili 10 oyning 29 kunidagi sonida jamiyatda mol bahosining o'sib ketishidan andish qilib, talishib mal setib oladigan ahvolning yuz berganligi xabar qilinib, islohotga dushmanlik bilan qaraydigan nazariyaviy qudratquchilarning maqsadlik holda ommaning xotirjamsizligini paydo qilganligini aybladi. Ishsiz qilishdan qo'rqish psixikasimi bu xotirjamsizlikni kuchaytirdi. Bir vaqtda Sovet İttifaqı tashqi savdo organida huquqning birdilli qo'yib berilishi tashqi savdoni qalaymaqonlashtiribdi. Chet ellik nurg'un savdogarlar Sovet İttifaqı tashqi savdo qaror chiqarish xizmatini qalaymaqon deb og'irnishdi. Gorbachev dastlabki islohotni yo'lga qo'ygandan keyin Sovet İttifaqı iqtisodida qisqa mezgillik ish ko'rildi. Ammo uzun o'tmayla chekinishga boshladi. Emgak ishlab chiqarish unumdorligi ish surati 1987 yili va 1988 yillari tövalladi. Sovet İttifaqının dangliq iqtisodshunosi Sovet İttifaqı Akademiyasi iqtisod bo'limining boshlig'i Li E. Albalkin 1988 yili 6 oyning 30 kuni partiyaning alayida vakillar yig'inida tuzli qilib, muhimi biz iqtisodda negizlik bo'sish hosil qilolmaganligimizni, to'xtab qolgan holatdan qutulib chiqolmaganligimizni cho'qim intayin aniq tunib yetishimiz kerak. O'tgan 2 yilda puhralarning kirimining ish surati to'xtab qolgan yillar, ya'ni Brejnev davridagidinmi asti bo'ldi dedi. Islohotdagi o'ylamagan natijadan xotirjamsizlangan avam yana islohotning yo'nalishi va doirasiga qarta keng munozirni qanot yaydirdi. Gorbachevni qo'llaydigan olim va iqtisodshunoslar dastlabki islohotni yo'lga qo'ygandan keyin cho'qim texmi kuchlik, haqiqiy umumyuzlik bo'lgan tadbir orqali yuksak markazlashgan plan organini amaldan qoldirish kerak deb qaraydi. Ularning deyishicha 24 milliondan ortiq turlik mahsulotning yillik ko'rsatkichini moslashtirish vazifasini bu organlar g'ultib etgan. Ular cho'qim o'zgartirilgan bozor mexanizmi, markazlik planlash mexanizmining o'rnini elishini ta'kidlaydi. Bu ularning qurilma islohotining ishsizlikni keltirib chiqarishidek reallikni qabul qilishni xohlaydiganligini hamda ideologiya majburiy yo'lga qo'ygan yezi egiligini kollektivlashtirishning uzil-kesil mag'lubiyatiga yuzlanishini xohlaydiganligini ifodalab berdi. Dal Gorbachevning yana bir iqtisodiy maslahatchisi Nikolay Shemelyov 1987 yili 6 oyda
Yeni Dünya jurnalda biz bir davrlarda pomishklarni yo'qotishni davron qilgan. Amaliyotda biz dehqonlarni yo'qotdik. Biz cho'qim muvofiq nom bilan shaylarni atishimiz lozim. Kalva degan kalva, iqtidorsiz hamon iqtidorsiz. Harakatdagi stalinizm degan harakatdagi stalinizm. Ehtimal biz ideyaviy ongdagi soplikni yo'qotib qo'ymiz. Ammo hozir faqat gazetlardagi balalar cho'chigiga o'xshash bosh maqolalardala bu soplik mavjud. Bu xil soplik hodisining orqasi cheriklik va bulangchilikqa to'lgan deb aytqanidek edi. O'rni muqim byurokrat organlardagi boshqaruvchilarning islohotni qo'llash qizg'inligining bo'lmasligi qilchim ajablanarlik emas. Ba'zilar 1987 11 oyning 16 kundagi haqiqat gazetida oshkora ogohlantirish berib, bu bir qator islohotlar ehtimol uchiga chiqqan erkinlashish, hukumatsiz holat va ma'lumotchilik keltirib chiqarish mumkinligini aytdi hamda islohotni demokratiyani ahmoq qiladigan o'yin deb aybladi. Bular shaxsiy mas'uliyatga ko'nmagan, yuksak darajada markazlashgan tuzilmadagi bexatarlik ambarida turishni yoqtirdi. Faqat o'rinlashtirish bo'yicha odatdagi xizmat qilishni, shuning badaliga oldin belgilab qo'yilgan maoshga erishishni o'ylaydi. Gorbachevning qo'llovchilari Sovet ittifoqining byurokrat organlari ziyoda ko'p. Zo'r darajada qisqartish kerak deb qaraydi. Bu nuqta shubhisizki Sovet ittifoqi byurokrat organlari kuchlarini xap qilib qo'ydi. Xabarlar gazetining 1987 11 oyning 2 kuni sonidagi tahdid talaffuzida. Bizning boshqarish o'rinlarimiz haqiqatan zo'r. Xodimlarning soni taxminan 18 millionga yetadi. Ular butun mamlakat kuchlarining 15%ni tashkil qiladi. Har 6-7 odamning birsi boshqaruvchi xodim deb yozilgan edi. 1988 yılı 6 aydaki partiyaning alayda vakillar yig'inida Gorbachev byurokratcha kuchlarning iqtisodiy islohotni boyqut qilganligini o'ttirg'a qo'ygan edi. U ko'pincha ahvolda biz yana ba'zilarning islohotning haqiqiy mohiyatini qasdan burmilab, ko'ni mazmunlarni yangi boshqarish shakliga kirgizishga urinayotganligini ko'rdik. Bir qism tarmoqlar va boshqaruvchi tarmoqlar korxona qonunining moddalari va ro'yiga osiylik qildi. Natijada nurg'unlagan iqtisodiy xizmatchilar aytgandek, korxona qonuni talto'kis ijro qilinmadi dedi. U yana ma'muriy buyruq orqali korxonalarni jamiyat ehtiyoji yo'q mahsulotlarni ishlab chiqarishga majburlaydigan ahvolni tilga ilib, bundaq qilish faqat ishlab chiqarish umumiy qimmatiga kapolatlik qilishdan boshqa narsa emasligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu uning islohotni burmilganligi bo'lib, Gorbachev bu usulni tuyuq yo'lga kirmak deb aybladi. Şuna kelgusidagi xizmat kun tartibida yanada intayin qiyin masalalar mavjud. Kollektiv dehqonchilik va davlat ig'dorligidagi dehqonchilik maydonlarini tarqitib o'tish kerakmi yo'q? Qandaq tarqitib o'tish kerak? Qurilma islohoti sababli kelib chiqqan ishsizlik keltirib chiqaradigan ijtimoiy ansizlikni qandaq hal qilish kerak? Byurokrat kuchlarning ahamiyati cho'nqur bo'lgan huquqni qo'yib berish tadbiriga bo'lgan qarshilikni qandoq bo'ysundirish kerak qatorliq masalalarning hammasi kishining beshini og'irtadigan iqtisodiy mushkul masalalar edi. Ideologiyadagi sazgurlik bu masalalarni yanama ilgirlab murakkablashtiribdi. Mundaq ahvalda amaliyat tarafdan texmi qiyin bo'lg'ini qanday qilib o'z-o'zini tangshiylaydigan bozor mexanizmini hozirgi baho sistemasining o'rniga dasitish edi. Hozirgi baho sistemasini odamlar o'z beshimchilik bilan shakllantirgan ham ishonchsiz statistika usuli ustiga qurilgan edi.
Bu məsələlərning özüla intayin murakkab məsələlər bo'lib, muqarrar holda siyosiy va ideologiya jihatdan parchalanish keltirib chiqaradi. Növbətdə biz texi bu məsələlərning tezlikdə hal bo'lish manzarasini ko'rmadik. İctimai taraqqiyotdagi ishning jiddiylik va mo'yimliq darajasi. Davlat iqtisodining istiqboli haqidagi munozaralar tabiiyla ijtimoiy taraqqiyotdagi ishning jiddiylik va mo'yimliq darajasidagi ixtilofni keltirib chiqardi. Bir necha yildan buyon ig'ir sanoat Sovet ittifoqining tuzilmasining orzuliq bolasi bo'lib kelgan edi. Sotsialistik qurilishning asosliq belgisi ig'ir sanoat ishlab chiqarish iqtidorining eshishidir. Jamiyatning talabini shilib elish orqali markazlashtirib mablag' silish kommunizmning umumyuzlik amalga oshirish qilinadigan zo'r qurbonlik deyiladi. Sovet ittifoqi kapitalizmning Sovet ittifoqini qo'rshib olganligini bahona qilib, g'oyat zo'r davlat boyligini sarf qilib, urushdan keyingi butkul vaqtda, hatto eng oz deganda davlat ishlab chiqarish umumiy qiymatining 20%ni egilib olgan qurolli kuchlarni qurib chiqdi hamda sirtqa kengaymichilik qildi. Iqtisodga oid munozaralar nihoyatda tabiiyla Sovet ittifoqi qurilish xizmatida ishning jiddiylik va mo'yimliq tartibini o'zgartirish kerakmi yo'q degan masalani keltirib chiqardi. Lekin 80-yillarning o'ttirlariga kelganda ko'plagan Sovet ittifoqliqlarda g'arb davlatlarining turmush sharoitiga nisbatan xeyli to'g'ri tonish bo'lg'achqa, hokimiyat yurgizayotgan partiya Sovet ittifoqining turmushning tubki jihatdan aytganda har qanday davlatdan yaxshi ekanligini davomliq tashviq qila olmas bo'ldi. Hökumət texmi ko'p jiddiy tadbir qo'llanib, cho'qim Sovet ittifoqining turmush saviyasini o'stirishi, iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarishni kuchaytirishni ta'kidlashi, amdi ig'ir sanoat yoki texnika inqilobiga mablag' solishni ta'kidlamasligi kerak. Hatto yuqori darajalik amaldorlarmi 1988-yili 3-oyning 13-kuni Emgak gazetida oshkora e'tirof qilib, iste'mol buyumlariga bo'lgan ehtiyoj shiddat bilan eshiyotidi. Ammo biz bu jihatdagi ehtiyojni qondirishga amalsiz qoldik dedi. Yana kelib 15% iste'mol buyumi Süpti nacharliqidan satqil bo'lmaydigan bo'lib, masalani texmo o'tkirlashtiribdi. Sovet rahbarlari bu masalada tanglikda qoldi. Xalq omasining taklifiga amdi beparvolik qilishga bo'lmaydi. Ammo Sovet rahbarlari keyingi ishlardan ansiraydi. Ular iste'molchilarning ehtiyojini qondiradigan kasblarga mablag' selib, taraqqiy qildirish Sovet ittifoqini butkul iqtisodiy taraqqiyot jihatda Amerika, Yaponiya va G'arbiy Yevropalardan yanama ilgirlab, keyin qoldirib, xalqaro ta'sir va ideologiya jihatda Kreml sarayiga ig'ir oqibatlarni keltirishidan andish qildi. Moskvaning tanlash mumkinchiligi eng yuqori bo'lg'ini G'arbdan qarz elishni qo'lga keltirib, G'arbning texnikasini kirgizish va iste'mol saviyasini o'stirish bilan bir vaqtda davlat ichidagi boylikni markazlashtirib, mo'yimliqqa tuvanlagan, ammo yanala yadroliq ahamiyatga ega turlarni oldi bilan taraqqiy qildirish edi. Lekin bu qarz pullarga erishish uchun diplomatiya siyosatida ba'zi murassalarni qilib qolmasdan yana chet el mablag'ning egilik huquqi, chet el mablag'ining foydasi qatorliq masalalarga chetiladigan davlat ichidagi iqtisodiy organlardimi zarur tangshash qilishga to'g'ri keladi. Bu masalalar nihoyat tezla ideologiyadagi andishini keltirib chiqardi, bo'libmi o'tmishda Sharqiy Yevropadagi davlatlar mushu yo'nalishga qadam bosganda Moskva tarafidan kapitalizmni tirildiradigan revizionizmchilik qilmishi deb ayblangan edi.
Bundan başqa yana ikki omil nazariyadagi qiyinchiliklarni cho'nqurlashtiribdi. Birinchidan, Sovet ittifoqi ichki qismida emgak mevasini haqiqiy barobar holda taqsim qilishni talab qilish va hozirgi mavjud alayda imtiyozni supurib tashlash sadolari paydo bo'ldi. Bu talablar Moskva partkomida partiyaning alayda huquqdan bahramand bo'lish tuzumi masalasiga qandoq muomala qilish haqida to'qinish keltirib chiqardi. Bu to'qinish haqida ko'p qitim xabarlar berildi. Bu alayda imtiyozlar alayda ta'minotliq do'kon, maxsus kutinish o'rni, haqsiz tamoq, maxsus maktab, maxsus shopirlik mashina, shaxsiy dacha va maxsus doktorxona qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Boris Yeltsin bir mezgil Gorbachevning yoqtirishiga erishgan. Ammo 1987 yili kuzda tuyuqsiz g'ulab tushib, Moskva partkomining birinchi sekretarlik vazifasidan qoldirildi. Bu partiya ichidagi huquqdorlarning Yeltsinning dadillik bilan ijtimoiy barobarlik nomida alayda imtiyozlarni bekor qilishni oshkora o'tirg'i qo'yganligiga g'azablanganlikdan kelib chiqqan. Ikkinchidan, kishilar aktivlikni to'liq joriy qildirish va ishlab chiqarish unumini yuqori ko'tarish kerakligini umumyuzlik to'nib yetdi. Gerçi mulozimat xarakterlik kasblarga yakka egilik tarkiblarining kirish qadami cho'ng bo'lmasimi, ammo hasadxo'rlik psixikasi vasvasasidan uzun qolmay shaxslarning beyish qilmishiga hujum qilish ko'rildi. Bir yozg'ichi Haqiqat gazetining 1988 yili 3-oyning 7-kunidagi sonida g'azab bilan kommunizm qurilishi bo'layotgan Sovet ittifoqida millionerlarning paydo bo'lishini tasavvur qilg'isizdir. Ba'zilar g'oyat zo'r boylik to'plab bo'ldi. Ularning turmushi bak hashamatlik bo'lib ketdi deb yozgan. Amaliyotda uzun mazgil puhralarga elib berilgan ideyaviy tarbiya tang taqsimotchilikni singdirishda belgilik muvaffaqiyatga erishdi deyishga bo'ladi. Lekin hozir bu nuqta islohotning muvaffaqiyatida kam bo'lsa bo'lmaydigan shaxsiy aktivchanlikni joriy qildirishga to'salg'i bo'ldi. Növbətdə ilib berilayotgan iqtisodiy siyosat yoki ijtimoiy taraqqiyotdagi ishning jiddiylik va muhimlik darajasiga aloqador munozirlar faqatla iqtisodiy yoki ijtimoiy sohada cheklanib qolish mumkin emas. Bu munozirlar eng oxirida davlat iqtisodiy va ijtimoiy ishlarda qanday rol o'ynashi kerakligida asosiy siyosiy masalani keltirib chiqardi. Shundoq qilib, bu munozirlar bilan Sovet ittifoqi navbatda qanot yaydirgan siyosiy qurilmaning muvaffaq tashkillanish shakliga aloqador cho'ng bas munozirlar bilan birlashib ketdi. Davomi bor.